Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün Abbasilarninki sultanlardan, halifelerden Emin'nin hayatıyla tanışmış çıkıvatımız. Endi bugünkü ders Emin'nin hayatıda ölüp ketken meşhur büyük Allamilerden, salihlerden veya ki şu devirdeki en meşhurlardan İsmail İbni Aliye diyen kişi. Bu kişinin kunyası Ebu Beşir namıyla meşhur. İsmail İbni İbrahim el-Esedi. Demiş ki Uleyye demezsek, Uleyye diyen anısının simboludur. Anısının namıyla meşhur boğan bu adam. Bu öz devirdeki katta muhaddis, mezmut, büyük ölüm aladı. Bu kişi Hicriye 110 ile tuğulgan. Şu devirdeki en köp kişilerinki ustazdır bu da köp muhaddisler bu şeyden okugan. Mesela Muhammed ibn Musanna, Ahmed ibn Hanbel qatarlıq mesela. Şu devirde özü dağınıq İslam dünyasındaki meşhur mufti, hem fakih hem imam. Bu kişi hem de hadis alimlerden bu oldu. Meşhur sözlerden kim meni İbn Aliye dese, yani Aliye'nin balısı dese meni gaybetimden qilgan boldu degan. Elki şunda desem degan bu İbn Aliye namıyla meşhur bolup qalgan bu adam. Hem de ulemalar bu kişiye baha vergende nayet güzel, yaxşı bahalarını bergen. Hatta İmam Ebu Davud men kögen muhaddisler içinde hatalaşmaydıganlarmış. İsmail ibn Aliye ile Beşir ibn Mufezzel degen bolsa, Yahya ibn Ma'in, İsmail ibn Aliye öz takva, zahid, işencilik muhaddis ediyor degen. Yunus ibn Bekir degen ulema İsmail ibn Aliye bolsa muhaddislerinin pişvası, serdar edip şu namlan degen. Hatta Ömer ibn Zarara İbn Aliye'ye men 14 yıl hemra olap ders öğrenip kendi jüdüm bildi jüdüm dedi. 14 yıl jarayonida onun külüp baqqanligini bilmeyme degan. Demek Besir'de hem de şu aynı devirdeki nayet katta büyük muhaddislerden bo'ladi bu adam. Maqamının şundaq yuqorligiga bakmay, hem de İmam Ahmed bilan ikkisinin aralığında azroq bir sürkilish bo'lgan ekan. Çünkü İmam Ahmed bir qitim qishga kirgan vaqtda ochiqlab buni qishimga kim kirdi degan ekan. Çünkü hem de aynı vaqtida bu adam ma'lum şu hadis ilmida muhaddislarning nazarida azroq qilib ularning ziddiga tegadigan, ularga yoqmaydigan bir gapni, islomiy mehr muhabbat bu gapni qilib qo'yg'achqa shu gapdan hamda o'shqashkari tövbe qilib qaytgan bo'lsa shu fikrda, lekin hadis ahli bu odamga yana shu bahosida azroq yaxshi gapni qilmay bu odam to'g'riliq. Shuning uchun bir muhaddislarniki nazarda azroq nafratlish bo'libdi ekan. Bu kishi 193-yili Bag'dodda o'lib ketgan, ya'ni bu Aminning davri. Yana bir buyuklardan G'undur degan odam. Asli ismi Muhammad ibn Ja'far. O'zi Basrda yashagan, tabiiy tobiinlar qatoridagi muhaddislar. Bu adam 114-yilda tug'ilib, 193-yili, ya'ni Aminning dastlabki xilofat davrlarida o'lib ketgan. G'undur deb atalgan sababi çünkü bu adam G'undar deb atilishda keyingi nomi mashhurmuş, G'undarning laqab g'olib kelgan bu odamning ismiga. Aynı vaqtida hamda şu İbn Jarir degan bir muhaddis Basrda Hasan al-Basri o'lib ketgandan keyin o'rnida hadis o'qitgan, dars o'qitganda bu Muhammad ibn Ja'far natiji ko'p savol so'raydigan, şu sorunni qizitadigan masalan, jonlantiradigan bir talibga. Hem bu İbn Jarirning Hasan al-Basrining o'rnida dars o'tish uchun toza ishni xohlamaydigan. Şununla bir kunsa İbn Jurayj nima demakchi G'undar, nima gaping va nima savoling va savolni jiq so'ravergandan keyin nima maqsading va deb so'ragandan keyin shuning bilan bu odamning nomi G'undar deb atalgan. G'undarning ma'nosi bir yomonlikni qo'zg'atuvchi, jiq harakati va jiq metildaydigan degan mazmunlarda. Bu kishi Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn Madini, Yahya ibn Ma'in, Ishaq ibn Rahaviy ama shularniki ustoz bo'ladi. Bunlar hammasi Imom Buxoriyning ustozlari, Muhammad ibn Musanna deymiz. O'zi mesela 50 yil jarayonida bir kun ro'zitib, bir kun ro'zitmay, 50 yil o'tkazgan büyüklerden bu hamda. Yani bir meşhurlardan Shaqiqul Balaghi degan zahid, şu aynı davrniki büyük evliyasi. Bu kişinin kunyasi Abu Ali
Shaqiq ibn İbrahim el-Azdi el-Balaghi, Balag'dan. Balag hozirgi Afg'onistonda, shu ayni davrdagi Xurason nomi bilan atalgan. Bu kishimi dağlıq zahid hamda İbrahim ibn Adhamga hamroh bo'lib, shu odamni shogird, ustoz tutib, shu odamdan zahidlikni, taqvolik, adab ilmini o'rgangan bu odamdan. Bu kishimi 194-yili Kolan deydigan bir urushda shahid bo'lgan. Bu shahid bo'lganligi bu odamning taqvolikniki ifodasi bo'ldi. Nimishqi bu odamda zahid, tark dunyo ulab, zahidlik yo'lini tanlab qolgan desa, bu odamniki tövbe qilishning sababi ayni davrda bu odamni shu davrdagi zardor boyliniki bo'ldir ekan. Shu Türk ziminlariga savdo uchun chiqdi deydi. Balkim bu Türk ziminlari balkim bizningki Qashqar diyorli bo'lishi mumkin, yaqin bo'lgan ekan Balag'ga. Yoki O'rta Osiyodagi masalan O'zbekiston, Qirg'iziston tarafli bo'lishi mumkin. Shu vaqtida hamda bir yosh bolangiz ekan. Buning qarg'a vaqtida biz tarafga safar qilganligi bakrak aniqdak. Chunki shu vaqtida bir butxonaga kirib qolibdi hamda shu Turkiston zaminlarida. Shu yerda but xizmat qildigan bir bolani ko'ribdi. Beshini tushirib etgan, soqolini tushirib etgan. Shu vaqtida butparastlarniki kiydigan kiyimlarini kiyganda hamda shu xizmatchiga o Shaqiq degan odam mundaq debdi hamda. Biz endi musulmon bo'lmagan vaqtimizda, 193da hamda musulmon bo'lishga boshlayotgan vaqtlar biz taraflar. Şunu bilan bu Shaqiq bu butxona xizmatchisiga hamda nasihat qilish, da'vat qilish asosida mundaq debdi. O'zi davomli qilgan, hayot bo'lgan, hamma narsani yaratgan, hamma narsani biladigan, hamma narsaga qodir bir Alloh bor. Shunga ibodat qilgan. Bu butlarga ibodat qilmagan, bu foyda ziyon aklanmaydi sana deb nasihat qilsa, bu xizmatchi, butxona xizmatchisi debdiki, sen degandek bo'lsa bu iloh. Unda qot sen nima ish qilib bu yerga kelding, tijoratdan uchun kelding. Sen o'zingning jutonni yassang, sana rizqing shu yerda berdi emasmi degan ekan. Shaqiq bu so'zdan uyg'onib, ya'ni bu yerda yurki uyg'onyapti-da. Shuna zohidlik yo'lini tanlagan deydi. Ba'zilar deyishcha, bu hamda bir qulning o'yin tomosha bilan xiyol yo'q bir o'ynagan holatini ko'ribdi. Shu davrda Xorasonda qattiq qahatchilik, ocharchilik yuz bergan ekanda. Shuning bilan Shaqiq debdi-da, bu sendeki bu nemi bançılar xuşallik, bu xalqlar ocharchilikda o'layotsa, sen nima ish qilib bunday yashab ketsan desa, mening xo'jayinimning nurg'un zaminlari bor. Shu yerda kiradigan oshliqlarimiz bor. Men nima ish ansirayman, xo'jayinim tursa meni degandan keyin mushu deydi Shaqiq. Bir xo'jayinni bir boy bo'lg'achqa bu rohat, xotirjam yashapti. Bizning bir musulmon turib buntaq bir xotirjam yashamasligimizning sababi nima? Alloh taolo rizq bermasmi deb shuni bilan bu o'zing boy zardorlik turmushini tashlab zohidlik yo'lini tanlagan, tark dunyo bo'lgan deydi. Shu asosda buni tariqatchilar, so'pilar bu odamni shu tariqat ilmidagi bir peshvo deb qaraydi o'ziga. Bu odamniki nihoyatda nurg'un hikmat so'zlar bor. Masalan, tevekkül degan nima degan vaqtida tevekkül degan Allohning san qilgan va'dasiga qalbing rohat topa olsa, shundan endisiz holatda bu tevekküldir degan. Bu odamniki yana bir hikmatlik gaplardan bir odam 200 yil yashab, mush tuvandagi 4 xil narsani bilmasa, ishni bu odam qutulanmaydi deydi. Ya'ni alokatdan qutulanmaydi yoki azobdan qutulanmaydi degan bo'ldi. Yoki baxtsizlikdan qutulanmaydi degan bo'ldi. Birinchi Allohni tonish, yana birisi o'zini, nafsini tonish. Yana birisi Allohning nahiy amrini, buyruq cheklimsini bilish. Allohning dushmanini bilish. Nafsning dushmanini bilish. Mushuni bilgan vaqtida inson nijotga erisha oladi degan. Yana bir shu davrdagi mashhur buyuklardan Abu Muaviyat Zarir degan odam. Zarir degan ama qarg'u degan bo'ldi. Bu kishimi shu davrdagi muhaddis ekan. Lekin hadis ilmida bu kishiga go'zal baho berilmagan. Chunki hadisni yaxshi yodlayolmaydi, sal gangrab qoldi degandek baholandi bergan. Ba'zilar bo'lsa u ishonchlikda, lekin murjiiy qarash deydi. Azroq so'zlar bu jihatda sal yumshoqroq, sal eg'ib ketgan taraf dedi. Yani bir qismda bu ishonchlik odam deb shunday deydi.
Hem Vaki ibn Jarrah degan ulama muhaddis bu kişinin cenazamızda katlaşmaptı. Çünkü bunu murci'i fikrida degan qarashda. Şuna bu muhaddisler aynı vaqtdan tartib qattiq qo'lroq qildi bu jihatda. Lekin İmam Nasai rahmetullohi alayhi bu kishini ishonchlik deb baho bergan bo'lsa, Ibn Hibban degan muhaddis ishonchlik deb sanab deb bo'lib, lekin bu nihoyat puxta yodlaydigan hafiz muhaddis. Lekin bu nachar murji'i deb sifatlagan. Habis degani nachar deb oldik bu yerda. Endi ulamalar bu baho bergan vaqtida hadis ilmida buningdek ortiqchilikni nihoyat go'zal ravishda bayon qilish bilan birga yoqtirmagan taraflarini joyida oshirib etmay normal bayon qilib o'tgan. Lekin Imom Buxoriy bilan Sahih Muslim kitoblarida bu kishiniki hadislarni rivoyat qilib qabul qilgan. Yana bir buyuklardan Muarrijus Saddusi degan odam. Bu kishi 195-yili hijriya, milodiy 810-yili o'lib ketgan. O'zi shu Rabiya qabilasiga tutishdi. Rabiya qabilasi Adnan qabilasiniki mashhur arablardagi buyuk qabilalardan hamda. Shu ayni davrdagi bu odam shu arab tili, grammatikasi, arab tiliga va tilshunoslik, nasab ilmiga xili mashhur. Ayni davrda barmoq sanaydigan ulamalar qatoridan sanalgan. O'zi ishonchlik deb. Basrda yashagan. Basr shu vaqtida hamda arab tili grammatikasi, arab til shunosligininki bo'shki. Shu davrdagi nihoyat nurg'un buyuk allomalarda mesela Halil ibn Ahmad qatorliq kishilarning qo'lida o'qigan. Ma'munniki davrida bu xilay obro'y o'sgan bu odam. Keyin Xurosonga birib, hozirgi Turkmanistondagi Marvida, Nishapurda shu yerda yashagan hamda. Hozir islom dunyosida eng mashhur bir kitob Al-Amsal, masallar deydigan. Masallar degan bu odamniki kitob hamda. Yana bir büyük allama Abdullah ibn Kasir el-Muqri şu davrdagi dağınıq qarilardan, hafizlardan bo'ladi. Qur'on ilmida mashhur. Yana bir büyük bo'lsa Abu Nawas ash-Sha'ir. Şu ayni davrdagi xalifalarning, şu sultonlarning, Abbasiylarniki dağınıq shoir bu kishi. Abbasiylarniki shu Harun Rashid, hozirgi shu Amin, shular bilan Andın bularniki vezirleri mesela Bermekiler bilen köp aloqa qilgan bu adam. Aloqa qilib shularniki köp iltifotga erishganda 198-yili hijriya, milodiy 810-yili o'lib ketgan. Hamda Abu Nawas shu davrdagi hech qanday bir ulama talash tortish qilmag'idek darajada büyük bir adib bo'ladi bu adam. She'rlari o'zgacha. Bu isyonkir, ya'ni ayni vaqtdagi odat, taqlid, urf odatlarga qarshi isyonkor. Shunlashqa bu odamda hur, erkin shoir bo'ladi. Shunga o'ziniki hayoti ko'pincha shu aroq ichish bilan, mashlik bilan, andan do'st tortishib, o'ynash bilan o'tgan. O'zini his tuyg'usini kuchli, ishni qattiq odamda. Endi bir narsalarni o'ylagan vaqtida inchik o'tkuz talaydigan. Ham keyingi mezgillarda tövbe qilib, islom qaytib, zoidlik qaytib, o'ziniki hayoti tark dunyolik bilan zoid o'tgan keyingi mezgilda tövbe qilib. Endi hayoti shu Bani Asad qabilalarining orasida yashab, keyingi mezgillarda shu arablarning eng sop tillarini yezi qishloqlarda badaviylarningki turmushiga cho'kib, shu yerdan o'rganib şu arablarniki tabiiy bulg'anmagan, o'zgarmagan she'rlarini, til farqlarini o'rgangan. Hatto bularning shu davrdagi xalq orasidagi qo'shoqlarini, nazmlarini o'rganish orqali bu arab til ilmida 30 yoshga yetmagan ahvol ostida arab tili ilmining peshvosi atalgan bu odam. Undan boshqa islomiy bilimlar bilan nihoyat yaxshi tanishgan, fiqh, hadis, masalan, Qur'on ahkomlari deymiz. Bundan o'zgacha ma'lumoti kuchlik. Shunlashqa ulamalar buni shoirlar tabi qisitlam atamasdan buni hatto o'zi bir faqihdi, Qur'on hadisini yaxshi bildigan bir mufti edi. Ixtiloflarni Qur'on hadislardagi o'xshamashliklarni yaxshi bildigan, hadis Qur'ondan yaxshi hukm ilishga qudrati bor bunday olim. Shunga bu odam fiqh, hadis tafsirini dars bergan ekan ayni vaqtida. Dars bergan.
Özü yaş vaqtida Basirda Canan isimlik bir kız balaga kuyep qilib, shu qiz balani davomli she'r to'qib, bu she'rlari hatto ba'zida sal haddidan eshib ketib, Arrash bir necha qatim turmaga solab, yana qo'yib berib, oxirida mush Barmakilarning shafoati bilan turmadan chiqargan bu kishini. Harun Rashid Barmakilarni qirib tashlab aytgandan keyin vazirlikdan elib tashlab, bu qo'rqib, Harun Rashid tutulamig deb qochib ketgan. Misr, Damashq shu taraflarda yashab, Harun Rashid o'lib ketgandan keyin Bag'dodga keyingi davrda qaytib kelgach, Eminning davrida Aminninki so'rindish bo'lib, enjuman bo'lib, mushniki qishda davomli yashagan hamda. Şoňlaşqa Eminni bir qism aýyn däwrdäki hakimler, danışmanlar aýyplişide bir buzuq, bir fasık şairni özüňki so'rindiş kılıp aldy dep aýyplegen. Amma keyinki mezgilde yana tövbe kılganlyk qaýt kılındy. Bu adam ölüp ketgenden keyin özüňki dostlarynyň çüşüge kirip diken. Allah Taala sen neme kıldy dese, Allah Taala meni hemme günahymny bir qıtymlyk aýtgan bir şerim bilen Allah meni keçirip etdi degen. Bu şerniki hem de umum mezmunu Hudanınki ilahi, tevhid bir halik sübtini bayan kılgan bunada. Bezeli bolsa ve tövendeki şir arkalık Allah Taala bunun günahını keçirgenligini hatırlagan dedi. Şuda. Bu şerniki mezmunu, bu şerinin mezmunu mandak. Çünkü bu şerini bu adam öz yezip, yastıqnınki beşik davamlı koyup koyatkende bu şerniki mezsi Perverdigarım, menin günahım naiti köp. Sen bilsen, lekin senin afu mağfirtin günahımdın mıken? Perverdigar, sana men yığılap dua kılıvatıma. Menin kulamni sen kuruk kaytırıp etsen, bana senden başka kim rahim kılıdı ya Allah. Senden fakat yaxşı adamla ibadet kıldığan, takva adamlarla senden ümit var yassa. Günahkar asilaga kim başpana buludu ya Allah. Ey Allah, menin fakat sana vasıt kıldığınım senin senden boğan ümid, senden boğan, senden talep kılıvatkan şu afulam menin bir vesilem doğru, ben bir Müslüman diye. Müşşirine bu adam yezip yastıqının astığı koyup bulgan ki, müşşir arkalık Allah Taala günahını mağfiret kıygalıkı çüşler kirgen deyildi. Wallahu alem. Hem de çüştün hüküm almayımız. Ama çüştün hem de ma'lum derecede huzurlanışkı boldu. Şundan bir ümit var bulaşkı boldu demde. Çünkü yaxşı çüş Allah tarafından inşallah. Bu namazındaki hayatı müşinçilek tanışıp çıkaylı. Bu bek hayat bek uzun. Çünkü bunda tarih devri yaratkan şair boğaçka bek bir xil uzun hemde. Yani bir büyük Allah'ın İmam Malik'teki şagirdi Abdullah ibn Vahb ibn Muslim degen kişi. Bu Abbasila devirdeki Maliki mezhepteki dağınık fakirlerden özü Mısır'da yaşayan bu kişi İmam Malik'ni 20 yıldan köprek usta tutkan. Bütün hayatı ilim ügünüş bile ötken. Ondaqda şu İmam Malik'ni 20 yıl usta tutkan olsa Medine'de yaşaganlığı, Medine'de ilim ügüngellikке kelip çıkdı. Hatta bunu İmam Süfyan ibn Uyeyne bu Mısır ahliniki ustazi dep süpetligen bu adamni. Çünkü bu adam Mısır, Hicaz, Irak şu yerlik berip şu yerlik ustazlardan ügengen, ilim ügengen. Hatta tözden artık ulemalardan şu devirdeki büyüklerden ilim ügengenlikki hatırlangan bu adamniki. Birak İmam Malik'ninki qışı tuğa vaqti bekrak uzun hemde. Hatta İmam Malik rahmetullahi aleyhi bu kişine faqih dep süpetligen. Hem özünki derslerini, kitaplarını yazışqa ruxsat qilgan. Çünkü İmam Malik'ninki huzurda ma'lum bir işençke erişimse bu ruxsatni qilmaydi bu. Hatta Mısır'ninki qazilik mensubini qabul qilmay zoit o'tib ketgan. Şu vaqtki kishilar bir qazi bo'lsang, haqni arib shu kishilarning ishlariga bir mas'ul bo'lsang desa, sen bilmamsa, ulamalar payg'ambarlar bilan bir godon qopsa, bir yerga yig'ilsa qiyomatda bu qazilar degan sultonlar bilan bir yerda bir sep turdi emasmi deb. Mush darajada o'zina taqvo zohid o'tgan buyuklardan. Bu kishi Hijriya 197-yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Bu yana şu Aminninki davri. Bu odamniki bir necha kitoblari va hatto o'zining Muvatta nomli kitobim bor. Kichik Muvatta deb atalgan. Yana biri Hijriya 197-yili, milodiya 812-yil o'lib ketgan. Yani bir buyuklardan hozir qadar mashhur Varash degan qori, dağınıq qori bo'ladi bu odam.
Özüne ismi Ebu Said, Osman ibn Said. Lekin buni Varash deb nom bilan mashhur bo'lganda. Chunki ustozi Imom Nafi bu dongli qori bo'ldi shu davrda. Buni Varash deb laqablagan. Chunki Varash degan o'zi shu davrdagi kichik bir qushni ko'rsatgan. Ba'zilar debdi bu sutdan yasaladigan bir narsa bu Varash degan. Bu chiroyli aytib oq so'zga o'g'ishqa oq. Shuning uchun mushtaq Varash degan deydi. Bu kishimi shu davrdagi eng buyuk donliq qori. Hozir masalan 7 xil qiroat, 10 xil qiroat degan mashhur qiroat ilm bor. Shu qiroat ilminiki birining ustozi shu adam bo'ladi. Bu adam shu Misrdagi shu davrdagi qorilarning ustozi bo'ldi-da. Shu Misrda o'lib ketgan, Misrda dars o'rganish bilan mashg'ul bo'lgan hayoti. Endi Varash qiroati hozirgi ayni vaqtida masalan Andalus, hozirgi Ispaniya, Portugal, Fransiyaning bir qismi. Andan Shimol Afrikada masalan Afrikaning g'arbiy taraflari, masalan hozirgi shu Marokash, Tunis, Jazoir taraflarda bu odamniki qiroati eng mashhur. Hozirga qadar mush qiroat bilan o'qiladi. Endi Misrdimi hatto Varash qiroati bilan o'qildi burunda tatib. Endi Osmonlar Misrni egallagandan keyin u yerda Varash qiroati yo'qolib, keyin hozirgi qiroatlar bu yerda umumlashgan hamda. Yana bir buyuk allomalardan Vaki degan kishi. Vaki degan asli Vaki ibn Jarroh bo'ldi asli ismi. Bu adam Hijriya 197 yoki 96-yil o'lib ketgan. Iroqniki shu davrdagi donliq muhaddislardan, buyuklardan bo'ladi bu adam. Bu kishiniki donliq shogirdlaridan masalan Ahmad ibn Hanbal, Sa'q ibn Rahaviy. Sa'q ibn Rahaviy Imom Buxoriyning ustozi bo'ldi. Undaqda Imom Buxoriy navri shogird bo'ldi bu odamga. Ondan boshqa yana nurg'un buyuklar bu odamniki shogirdimiz. Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi deymiz. Bu kishimi shogirddi. Bu Humaydimi nimaning Imom Buxoriyning ustozi bo'ldi. Abdullah ibn Muborak deymiz. Demak, shu davrdagi buyuk va yutuqlarniki ustoz bo'ldi bu odam. Imom Buxoriyniki ustoz bo'lishdan boshqa yana bir mashhur kishi bor. U bo'lsa Muhammad ibn Idris Shafi'i, Imom Shafi'i. Imom Shafi'i bu odamniki donliq shogird bo'ladi. Adabiyot kitoblarida Imom Shafi'niki bir she'ri nihoyatda mashhur. Bir kunsi Imom Shafi'i o'zini esi tutolmabdi-da darslarni. Shunda o'qibdi, yodlabdi, o'qibdi, faqat esiga ololmabdi. Asli Imom Shafi'i bir dars yodlagan vaqtida bir betni qo'lida ching to'sab turib, bir betlik qarab yodlaydi ekan, o'qiydi ekanda. Chunki ko'zi tushib qolsa, ikkinchi betni yodlab ketganda olmishib ketib qolmasin deb. Shu davrda shunchalik zeki, idrokni kuchli odamki. Bir kun ders o'qibdi, esiga tushmagandan ustozi Vakiga debdi. Ustozim, bu darsni faqat esimga tushmadi, kallam tushmadi, qanday qilaman? deb tövendeki she'rni o'qigan. Shakawtu ila vaki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi va akhbarani bi anna al-ilma nurun va nurullohi la yuhda li'asi. Buniki mazmuni, yani ustoz Vakiga dars yodlayolmaganligimni shikoyat qilsa, meni gunoh o'tkazma degan yo'l yo'riqni berdi. Menga yana tapılab ilm degan nur, Allohning nurini osiylarga Alloh bermaydi deb shunaq degan. Bu nayt mashhur she'r. Undan boshqa o'lib ketganlar nayt ko'p. Demak, shunchalik to'xtalsak bo'lar debdi Jaloliddin Suyuti. Endi Ali ibn Muhammad an-Nawfali va undan boshqa bir qism ulamolar mundaq degan. Abdullah Amindan burunqi podshoh xalifalar, masalan Abbosiylarning Sabbah deymiz, Mansur, Mahdi, Hadi, Reshtning hammasiniki munbarda uning sifatini atab turib, uning duo qilinmagan. Hatto xat yozilgan vaqtidami ularning sifatlari bilan, laqamlari bilan, hurmat nomlari bilan xat yozilmaydi. Ammo Amin xalifa bo'lgan vaqtida munbarlarda uningga shu Amin deb duo qilingan deydi. O'zining laqami bilan to'langan bu odam, bu hurmat nomi bilan. Hatto buning nomidan xat yozgan vaqtida Abdullah Muhammad Amin, Amirul Mu'minin degan nom bilan xat boshlaydi dedi.
Bugünkü dersimiz müşahitçi olsun. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.